Toshkentdan Samarqandgacha 2-2,5 soatda, Toshkentdan Andijongacha ham xuddi shunday 2-2,5 soatda, Toshkentdan Chorvoqqacha esa 35 daqiqada yetib borish mumkin bo'ladi. Gap ushbu yo'nalishlar bo'yicha quriladigan pulli yo'llar haqida ketmoqda. 5-mart sanasida Prezident Shavkat Mirziyoyevga mazkur transport loyihalari haqida axborot berildi. Demak, Toshkent-Samarqand pulli yo'li. Mazkur yo'lning umumiy uzunligi 282 kilometrni tashkil etadi va uning qurilishi natijasida Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan harakat vaqti aytib o'tganimizdek 2-2,5 soatni tashkil etadi. Yo'l Sergelidagi katta halqa yo'lidan boshlanadi va Samarqand viloyatida yakunlanadi. Hozirgi mavjud yo'lga parallel ravishda tushadi. Bu avtomobil yo'lida 12 ta kirib chiqish terminallari bo'ladi. Bu yo'lni 5 yilda qurish rejalashtirilgan bo'lib, ushbu loyihaga Xitoyning yirik investitsiya kompaniyalari tomonidan qiziqish bildirilmoqda. Toshkent-Andijon pulli yo'li haqida. Uning umumiy uzunligi 314 kilometrni tashkil etadi va mazkur yo'l qurilishi natijasida harakat vaqti aytib o'tganimizdek 2-2,5 soatgacha qisqaradi. Loyiha doirasida 33 kilometrlik tunnel quriladi va mazkur tunnel Markaziy Osiyodagi eng yirik tunnellardan biri bo'lishi kutilmoqda. Ushbu yo'lda harakat tezligi 120 kilometrgacha bo'ladi va muhim jihatlardan biri noqulay ob-havo sharoitlarida, ya'ni yomg'ir, qor yog'gan vaqtda ham avtomobil yo'li to'liq foydalanishga tayyor holatda bo'ladi. Hozirgidek kuchli qor yog'gan vaqtda vaqtinchalik yopilib qo'yilmaydi. Ushbu loyihaga Fransiya, Turkiya, Xitoyning yirik investitsion kompaniyalari qiziqish bildirmoqda. Va nihoyat Toshkent-Chorvoq pulli yo'li. Ushbu yo'lning umumiy uzunligi 52 kilometr bo'ladi. Harakat vaqti aytib o'tganimizdek 35 daqiqagacha qisqaradi. Ushbu yo'l 3 yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Qatar va Janubiy Koreya kompaniyalari bilan dastlabki kelishuvlarga erishilgan. Mana shunaqa yangiliklar ushbu videoni mana shu yo'nalish bo'yicha tez harakatlanadigan barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying.